aybini topolmasa, vaqti ustachilik qilmaslik kerak o'zi aslida. Bu video aslida ba'zi bir qo'sh tirnoqchidagi ustalarga aytiladi. Akamizda 10 tomondan qirsillagan ovoz chiqib qolgan. Rulda ozgina 10 tomonga bursa ham qirsillab ovoz chiqib qolgan. Bitta ustaxonaga borishgan akam. U ustaxonadagilar sharavoyini, granatasini, amortizatorini, supportini xullas almashtirmagan narsasi qolmagan, lekin ovoz yo'qolmagan. Oxirida eng oxirgi tashxis qo'ygan tashxisini eshigingiz qirsillayapti deb tashxis qo'yib egasini chiqarib yuborgan. Bunaqa ayb topolmasalaring ustachilik qilish keragi yo'q aslida. Buni qirsillagan ayblari oddiygina bitta detaldan chiqdi. Mana shu detalga ahamiyat berishmagan. Hozir biz buni xudo xolasa ishlarni chotka qilib to'g'irlab berdik. Hamma skorga tushishlarigacha hatto to'g'irlab berdik. Shu vaqtgacha egalari 4,5 millionga yaqin rasxod qilishgan ekan. Arzimagan summa bilan ishlarni chotka qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Videoni Matiz bor akalarga tashlab qo'yasizlar. Bugungi mavzu Matiz mashinasi haqida yana. Roli qarsillab qolgan. Egalari bizni Instagram profilimizdan oqtarib topib kelishibdi. Hozir bizdan shu muammolarni hal qilib beramiz. Bu ovozni yo'qotaman deb egalari hattoki rulni ichini ham mana seli almashtirib ko'rishgan. Ovoz yo'qolmagan. Buni asosiy sababi rol o'tayda turadigan vturka, plastmassa vturka bo'ladi. Shu narsadan chiqqan. U rezinka atiga 15 ming so'm turadi. 15 ming so'mlik rezinkani almashtirmagan, faqat rulni ichlarini almashtirishgan, ovoz yo'qotishga harakat qilishgan, lekin ovoz yo'qolmagan. Mana men sizlarga o'sha aytgan 15 ming so'mlik vturka. Buni rulni ichini yechmasdan qo'ysa ham bo'ladi. Mana men sizlarga hozir buni o'rgatib qo'yaman. Bitta vturkani olib, pichoq bilan kesib ochib olasizlar. Mana o'sha vturka turadigan joy. Vturkani qo'l bilan ochib o'qqa joylashtirib olasizlar. Asta-sekin avaylab, keyin itarasizlar. Ozgina yog' surkib olsalaring, kirishi ham oson bo'ladi. Ishlarni chotka qilib to'g'irlab berdik. Kimda shunaqa muammo bo'layap turgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Pastda nomer va manzilimizni yozib qoldiramiz. Videoni Matiz bor akalarga jo'natib qo'yasizlar. Matiz mashinasini rulni burganda, yamaga tushganda o'ng tomondan, chap tomondan qirsillagan ovoz chiqishini ko'pchilik so'ragan ekan. Bugun shu haqida video qilaman. Matiz sharavoy bo'ladi. Mana shu. Qarasanglar mana rezinka bir tomonga chiqib ketgan, bir tomonda rezinka qolmay, temirni o'zi mana ishqalan ish paydo bo'lib, g'irchillagan ovoz chiqadi yamalarga tushganda. Keyingi o'rinda mana sharavoy bolti. Sharavoy boltini rezbasi o'lsa ham ko'pchilik ustalar qisdi bo'ldi deb qoldirishadi. Yo'q. Rezba bo'lgandan keyin buni sharavoy bitta yamaga tushganda qo'yib yuboraveradi. Shundan hisobiga qirsillagan ovoz chiqaradi. Sharavoyda rezinkalarni almashtirdik, saydimloglarini. Mana o'zlaring ko'rishingiz mumkin. Qanaqa bo'ladi? Chotka qilib eskisini chiqarib tashlaysizlar. Ko'pchilik joylarda eshitdim, ko'pchilik akalarimiz telefon qilib aytishadi, rezinka ketishi bilan seli qo'yib yuboramiz. Yo'q, buni seli qo'yish shart emas. Nimaga? Sharavoyimiz zo'r. Sharoit zo'rligini hisobiga bitta buni rezinkani chiqarib turib, mana chiqarib tashlaysizlarda bitta yangi shu rezinkadan qo'yilsa bo'ldi. Muammolaring hal. Rulni burganda qirsillash ovozlari, yamalarga tushgandagi qirsillash ovozlari, razgomdagi qirsillash ovozlari hammasi batamom yo'qoladi. Mashinalaringiz o'sha o'ylaganlaringdek yumshoq bo'ladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, Matiz bor akalarga tashlab qo'yasizlar. Profilga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Bundan ham qiziq videolar chiqarishda davom etamiz. 4 ta yangi amortizator qo'ydirsalar ham mashinam yumshamayapti deyishdi. Bu ko'pchilikni qiziqtirgan savol. Biz bugun shu savolga javob beramiz. Arqa shtanga rezinkalari, mana o'zlaring ko'ryapsizlar, yirtilib ketgan. Pomni. Shu ahvolga kelguncha egalari yurishgan. 4 ta amortizator qo'yib turganda bu rezinkalarni ham albatta almashtirishni maslahat beraman. Mana qoqilgan yangi varianti. Rezinka qancha butun bo'lsa, yamaga tushganda o'darlarda, keyin katta kruk pavorotlarda ham mashinani ko'tini tashlamaslikni oldini oladigan rezinka. Keyingi o'rinda hadovoy chaslari. Sharavoy, mana ko'ryapsizlar, o'ynagan. Ko'pchilik ustalar bu ketmagan, faqat o'ynayapti xolos deyshadi, lekin buni hadovoyga ancha daxli bor. Nimaga? Bu qancha mochni bo'lgan sari yamaga tushganlaringda daqillagan rullarni olib qochishlar bo'lmaydi. Qancha mochni bo'lsa, ishlaring sifatlari ancha oshadi. Keyingisi stabilizator rezinkalari. Stabilizator rezinkalari teshiklari kengayib ketadi. Yamalarga tushganlaringda rul bo'ysunmasdan o'zini olib qochishlari ana shu stabilizator rezinkadan bo'ladi. Bu rezinkani har 20 ming kilometrda almashtirib yursalaring,
o'zlaring uchun ancha foyda, mashinalaring yumshoq yuradi.